Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Allah subhanahu ve taolo insonlar ve jinlarni sheriksiz faqat yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Mana shu ma'noni biz qalbimizga singdirishlik uchun Robbul alaminga faqat va faqat Allohgagina ibodat qilishligimiz uchun birinchi o'rinda inson qalbi ibodat qilishlik kerak ekan. Inson qalbi ibodat qilmasdan turib uni tili va badani ibodat qilganligi quruq bu shakl ko'rinish bo'lib qoladi. Bu ma'noni biz Qur'ondan, sunnatdan agar qaraydigan bo'lsak, qancha qilingan amallar hech narsaga arzimaydigan bir narsa bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, inson jasadida bir parcha et bor, agar o'sha isloh bo'lsa, uni hamma joyi isloh bo'ladi. Agar u buzilsa, hamma joyi buziladi. U ham bo'lsa qalb dedilar. Demak, qalbni isloh qilayotgan narsa bu ma'rifat bo'ladi dedik. Ma'rifatni ham faqat o'zi emas, balki bu ehsos qilishlik, qalbidan odam o'sha narsani his qila bilishlik. Masalan, buni misoliga ne'matdan ajralgan odamlarni misol qilishimiz mumkin. Ko'zidan ajralib qolgan odam ko'z ne'matini his qiladi. Yoshligi ketib qolgan qari odamlar yoshlikni ne'matini his qiladi. Uni yoshlar bilmaydi, farqiga bormaydi. Yengil yurib, chopib, o'ynab yurgan paytlarini yosh katta bo'lib qolgan odamlar bu narsani his qiladi. Yoki kasal bo'lib qolgan odam, masalan, Alloh taolo ofiyat bersin, kasal bo'lib qolgan odam sog'likni qadrini keyin biladi. O'sha paytda his qiladi. Masalan, sog'likni qadrini hozir hammamiz bilamiz. Ko'p odam biladi, sog'lik yaxshi narsa deydi, lekin uni yuragidan his qilmaydi. Uni qachon his qiladi? O'sha narsadan ajralib qolsa. Mo'min kishi ma'rifatni his qilib turib, qalbidan Alloh taologa ibodatni his qilishlik kerak. Eng muhim narsa shu. Biz o'tgan darsimizda aytdikki, Alloh taoloning ismlariga ikki xil ibodat qilinadi. Duaul masala, Alloh taoloning ismlari bilan Allohdan so'ralinadi. Ikkinchisi duaul ibada, bu asl, bu asosiysi mana shu. Allohning ismlari bilan Allohga ibodat qilinadi. Mana shuni o'rganayotdik. Shunga misollar keltirib, bunda ko'proq nafas olib turib, mana shunda bir o'rganishimiz kerak. Bu biz mavzumiz Alloh subhanahu va taoloning ismlaridan Malik va Malik va Malik uchta ismini o'rganayotdik. Alloh taoloning hamma ismlari go'zal ismlar. Lekin ba'zi ismlari borki, Alloh taoloning mana shu Malik ismiga o'xshagan ismlari rububiyat ma'nosidan juda ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladi. Juda ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladi. Hattoki Alloh subhanahu va taolo podshoh bo'lgandan keyin yolg'iz o'zi bo'lmasa bo'lmaydi. Buni lozimidan haqiqiy podshoh bitta bo'ladi. Haqiqiy podshoh kuchli bo'ladi. Haqiqiy podshoh quvvat egasi bo'ladi. Haqiqiy podshoh izzat egasi bo'ladi. Ehson bo'lish kerak, adolat bo'lish kerak, qayyumiyat bo'lish kerak, jabarut, kibriya, mana bu sifatlarni hammasini Malik ismi o'z ichiga oladi. Alloh taolaning bu ism nihoyat darajada ko'p ma'nolarga dalolat qiladi. Xo'sh, biz qalbimiz bilan Alloh taologa mana shu aynan Malik ismi bilan qanday ibodat qilamiz? Shuni o'rganayotdik. Malik ismi bilan inson qanday ibodat qiladi Allohga? O'zi insonda, har bir odamda shunday narsa borki, xuddiki masalan bir suvni bir joyga bir quysangiz, masalan bir joydan suv kelib quyilib tursa, o'sha joy suvga to'lgandan keyin qayerdandir oqib chiqadi. Oldin yopolmaysiz uni. Agar devorni balandroq qilsangiz, agar yana kunlardan bir kun suv toshib turib, oshib chiqib ketaveradi, yana balandroq qilsangiz yana oshib chiqib turaveradi. Nimadir qilish kerak? Uni suvni bir tomonga qarab yo'naltirish kerak. Kerakli joyga qarab turib yo'naltirish kerak. Buni nimaga misol qilyapman? Inson qalbi xuddi shunday narsa. Inson qalbi muhtoj, insonning qalbi intiluvchan. U energiyani, u toqatni, qalbdagi energiyani agar bir tomonga qarab yo'naltirmasa, inson boshqaga qarab yo'nalib ketib qoladi. Buni birdan bir Allohning eshigiga qarab to'g'rilab qo'yish kerak. Buni misoliga Alloh subhanahu va taolo bir zarbul masal qilib oyatda aytdiki, daraballohu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun. Bir odamni zarbul masal qildiki, uni ko'p boshliqlari bor. Bir qul kishi, uni bir qancha boshliqlari bor. U boshliqlar ham bir ittifoq bo'lgan, tili bir joydan chiqadigan, gapi bir joydan chiqadigan boshliqlar emas, mutashakisun, bir-biri bilan kelishmaydigan. Bittasi o'tirsa, bittasi tur deydi. Bittasi bu yoqqa ketsa, bittasi ket bu yerdan deydi. Mana shunaqangi boshliqlar, o'sha odamni u tamoman abgor bo'lgan odam boyagi. O'sha odam bir misol bizga, yana bir odam bor, va rajulan salaman li rajul. Bir kishi bor, bir odamni tamoman o'shanga bir kishini quli.
o'shani xizmatini qilsa bo'ldi. Hal yastaviyani masala, ikkosi teng bo'ladimi shu ikkita qul? Bu insonning fitratiga bo'lgan savol bu. Bu savol berilgan paytda o'sha Quraysh mushriklari buni juda ham yaxshi tushungan. Chunki ularda qulchilik degan narsa juda ham bo'lgan. Qullarni nima narsa rohatlantiradi, nima narsa ularni bezovta qilishligini juda ham yaxshi bilgan. Qul kishi bitta sayyidi bo'lsa, o'sha sayyidining xizmatini qilsa bo'ldi. Buni Alloh taolo nimaga misol qildi? Mo'min bilan mushrik kishiga. Mo'min kishi faqat Alloh subhanahu va taoloning eshigiga bosh qo'yadigan odam. Mushrik bo'layotgan bo'lsa, bir qarasangiz unga sig'inadi, bir qarasangiz bunga sig'inadi. Uni qalbi tarqoq bo'lib ketgan. Qalbi tarqoq bo'lib ketgan. Inson mana shu ehtiyojini qondirmasa agar, Alloh bilan qondirmasa, umuman nihoyasi yo'q bo'lgan yomonlikka qarab ketar ekan. Bu ehtiyoj hattoki o'zini nomusini sotishgacha boradi odam. Masalan, akramakumulloh, masalan, fohishalik qilayotgan kishilar, ayollar masalan, agar so'ralinsa ehtiyojni ular da'vo qiladi. Muhtojman deydi. Fohishalik qilyapti, o'sha ehtiyojini shu bilan, shu tomon bilan ehtiyojimni qondiryapman men. Muhtojman deydi. Buni faqatgina shahvatdan qilganim yo'q men deydi. O'zi qarang, shunchalik darajada inson qalbidagi ehtiyoj o'zini irzini, o'zini nomusini sotishgacha olib kelinyapti. Bundan tashqarida endi boshqa narsa nima deyish mumkin? Ehtiyoj, arzimagan pul uchun o'zini do'stlarini sotayotgan odamlar bor. Arzimagan pul uchun. Arzimagan narsa uchun o'sha umuman tamom hamma narsadan voz kechadi. Otasidan, onasidan, hamma narsadan voz kechadigan, hatto dinidan voz kechyapti odamlar. Bilib turadi o'sha narsani haqligi. Mana yahudlar voz kechdi pulga, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Ozgina pul uchun Allohning oyatlarini sotmanglar dedi Alloh taolo. Ular bilib turgan, haqni bilib turib odamlardan manfaat kelib turganligi uchun shu manfaatning evaziga ular haqni shunga almashtirishgan. Bu nimadan kelib chiqyapti? Qalbdagi Allohni Malik degan sifatiga ibodat qilmaganligi uchun. Buni ozroq to'xtab tafakkur qilishligimiz kerak. Tafakkurga muhtoj bo'layotgan narsa bu. Shu tafakkur qilib o'ylasak agar, o'shanda bizga bu ihsos, ya'ni shu narsani sezish paydo bo'ladi. Ana o'sha iymonga aylanadi keyin. Ana o'sha narsa foydali ilm bo'ladi. Bundan tashqarisi quruq gap bo'lib qoladi. Bu quloqimizga kirib, bu quloqimizdan chiqib ketaveradi. Bu narsani ozroq o'ylanilsa agar, biz faqat ba'zi bir misollar keltiramiz. Lekin o'ylasangiz, sizning qalbingizda podshoh kim? Alloh podshoh bo'layotgan bo'lsa, bu faqat kalommi, tilingizdan chiqadigan yoki bu e'tiqod, iymonmi bu? Agar bu iymon bo'layotgan bo'lsa, buni qanday bilamiz? Qanday bilinadi? Qalbingiz Allohga podshoh deb bilganligini. Masalan, buni bitta misoli, agarda Allohni haqiqiy podshoh deb tan olsangiz, sizni qo'lingizdan olib qo'yilgan narsaga siz xafa bo'lmasligingiz kerak. Va qo'lingizga berilgan narsaga siz faxrlanmasligingiz kerak. Nima uchun? Chunki siz nima deyapsiz? Buni podshoh berdi, podshoh o'zinikini oldi. Masalan, siz o'tib ketayotganingizda ikkita odam janjallashib turgan bo'lsa, nima uchun janjallashyapsizlar desa, mana uga men omonatimni beruvdim, ushlab turgin deb, endi ber desam bermayman deb janjal qilyapti desa, nima deysiz siz o'rtaga tushib? Bu narsa senikimi, bunikimi desa, ha buniki edi. Nimaga bermayapsan desa, yo'q bergim kelmayapti, shuni menda tursin shu. Deb janjallashayotgan bo'lsa, bu aqlli odam demaysizda uni. Sen esing bormi seni, ber buni narsasini deysiz. Insoni ham Alloh bergan narsasini bir kun kelib olsa, sizga farzand beradimi, sizga boshqa bir ne'mat beradimi, o'sha ne'matini olishi aniq uni. Albatta oladi, Alloh taolo olaman degan uni. Va olyapti, atrofdan ko'rib turibmiz bu narsani olayotganligini. Kim moli dunyosini olib borib qabrga ko'milinyapti? Kim hamma butun mulki bilan ketyapti oxiratga qarab? Kama badaakum ta'udun. Qanday dunyoga kelgan bo'lsa, xuddi shunday qaytib ketyapti. Yalang'och bo'lib turib, shunday onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi o'shanday qaytib ketyapti orqaga. Bu narsa ozroq tafakkur qilsak, bizning aqlimiz ochiladi. Demak, bizning qalbimizda Allohni Malik deb ibodat qilishlikni asarlaridan biri, buni isbotlaridan biri, sizga berilgan narsaga siz faxrlanmang, sizdan olib qo'yilgan narsaga siz jazavaga tushmang. Agar kimda kim shunday jazavaga tushdimi, demak uni qalbida Malik, podshoh Alloh emas uni, yoki 100% emas. Masalan, bu narsa o'zi shirkning ishigi bu. Agar qalbda Alloh podshoh degan narsa mustahkam o'rnashsa, hech qachon odam kibrlanmaydi. Chunki u biladiki, unga berilgan narsa nima? Omonat bu. Inson qo'lidagi narsalar hammasi omonat.
farzand bo'ladimi, moli dunyo bo'ladimi, mulk bo'ladimi, boshqaruv bo'ladimi, mansab bo'ladimi, bu narsa omonat, ertaga olib qo'yiladigan narsa. O'sha uchun bu odam qayta unga xizmatchi o'rnida ko'rish kerak o'zini odam. Alloh taolo menga mana shu omonatni topshirdi, men shu omonatda qilishligim kerak. Har birimizga mana shu narsa topshirilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hammalaring podshohsizlar, hammalaring o'zini mas'uliyatidagi odamlardan so'ralinasizlar. Mana bu Alloh subhanahu va taoloni Malik deb qalbni ibodat qilishligiga bitta misol. Ya'ni insonga berilingan narsa olib qo'yilinsa, inson o'sha paytda nima deyish kerak? Inna lillah va inna ilayhi roji'un. Lillahdagi lam nima, qanaqa lam deyiladi? Lami tamlik deyiladi arab tilida. Ya'ni tamlik degani inna lillahi degani biz Allohning milkimiz, biz Alloh taoloning mulkimiz, Allohning qo'lidagi narsamiz bizlar. Hammamiz Alloh taologa qaytamiz hammamiz degani. Mana bu mo'min kishining aytayotgan gapi. Bu faqatgina og'zimizdan chiqadigan kalom bo'lib qolmaslik kerak. Masalan, bitta odam o'libdi deb eshitsa, bechara deb turib bunday qilib qo'yadi odamlar. O'libdimi deydi. U bunday qilganini xayolida ham nima bunday qildi o'zi ham bilmaydi. Deydi bunday qilib qo'yadi. Mana shu holat bu o'rganishib qolgan bo'lgan narsa. Bir duo qilib yuboring desa, "Omin, Allohu akbar" deydi, yana gapini davom ettirib ketaveradi. U qalbida nima o'tdi erda? Allohga qalb ibodat qilishligi mana shu to'xtalish kerak o'sha joyda. Allohga masalan siz namoz boshlagan paytda Allohu akbar. Masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozlarini boshlaganda duoul istiftah, inshaalloh bugun shu zikrni vaqtimiz qolsa o'qib beramiz. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlagan paytda ey Allohim o'zing podshohsan deb boshlaganlar. O'zing podshohsan deb namoz boshlanganda. Va namoz tugagandan keyin ham xuddi shu zikrni qildilar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika la. Bu vahdaniyat. Yolg'iz o'zi degani. Lahul mulk va lahul hamd. Namoz tugagandan keyin lahul mulk, mulk Allohniki. Hamd Allohniki. Hamma maqtov Allohga xos. Va huwa ala kulli shay'in qodir. U har narsaga qodir. Bu nima ma'noni beradi? Va huwa ala kulli shay'in qodir. Malik tasarruf qiladi. Ya'ni lahul mulk bu malik degani. Mulk uniki. Bu malik ma'nosi va huwa ala kulli shay'in qodirchi. Bu malik, ya'ni tasarruf, butun boshqaruv uni qo'lidagi zot narsa. Namoz tugagandan keyin Allohumma la mani alima a'tayt. Ey Allohim, sen bergan narsani man qiluvchi yo'q. Mana bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozdan keyin ham, namozda boshida ham aytayaptilar. Ey Allohim, seni bergan narsangni oluvchi yo'q. Allohumma la mani alima a'tayt va la mu'tiya lima mana'at. Sen man qilgan narsani hech kim bera olmaydi. Mana shu ma'no agar bizga singsa, qalb o'shanda Allohni malik deb ibodat qilgan bo'ladi. Bu faqat tildan chiqayotgan, namozdan keyin ko'pchilik aytadi bu duoni. Lekin kim shuni ihsos qilib turib, shuni qalbidan his qilib turib aytadi, men podshoh bilan gaplashyapman, haqiqiy podshohni oldida turibman men. Agar u bersa hech kim ola olmaydi, agar u olib qo'ysa hech kim bera olmaydi deb kim shuni o'ylay oladi? Amr ibn Abid degan bir kishi o'tgan tarixda. Tolib ilmlar biladi. Mu'taziliylarning kattasi bo'lgan odam. Hasan al-Basriyning davrida. Vosil ibn Atoni shogird, keyin Vosil ibn Atoga shogird bo'lib aynib ketgan. Hasan al-Basriyning shogirdlaridan bo'lgan asli o'zi ular. Hasan al-Basriy o'sha odamni ko'rgan paytda aytgan, Basrada mana shu bola Basra yigitlarini sayyidi bo'ladi agar bid'atchi bo'lib ketmasa degan ekan. Lekin bid'atchi bo'lib ketgan aytganlardek. Ayub as-Suxtiyaniyni ko'rgan paytda Hasan al-Basriy aytgan. Hasan al-Basriyda shunaqangi bir farosat bo'lgan. Hatto u kishining gaplarini, Hasan al-Basriyning gaplari gapirgan paytda nubuvvatda hidi keladi deyilgan. Shuning uchun ham ko'pchilik odamlar Hasan al-Basriyning gapini hadisga aralashtirib yuboradi. Ya'ni kalomi xuddi nubuvvatning kalomiga o'xshab ketadi gaplaridan. Ko'pchilik hadis deb aytiladi, hadis emas o'zi, Hasan al-Basriyning gapi bo'ladi bu. Shu kishi aytganlar, Ayub as-Suxtiyaniyni ko'rib, mana shu bola inshaalloh Basra ahlining sayyidi bo'ladi deganlar. Aytganday bo'lgan. Ammo Amr ibn Abidni ko'rgan paytda aytganki, bu odam, bu bola Basrani sayyidiku, yigit Basra yigitlarining sayyidi, lekin bid'atchi bo'lib ketmasa degan ekanlar. Aytganlarda bid'atchi bo'lib ketgan. Bo'lib ham Mu'taziliylarda imomlardan bo'lgan. Qisqasi o'sha odam bu xalifa Abu Ja'far al-Mansur ko'p hurmat qilgan, juda zohid odam bo'lgan ekan. O'zi zohid odam, hatto o'sha Abu Ja'farning gaplari ham bor. Hamma odam menga sekin-sekin keladi,
lekin kelishdan maqsadi mendan bir narsa undirish uchun keladi. Illo Amr ibn Abid uchun kelmaydi, u zohid odam u. Hattoki oldiga kirgan paytlarida ey shayx menga va'z qiling deb turib undan va'zlar eshitgan paytlari bo'lgan. Masalan va'zlardan biri Imom Zahabiy keltirgan ekan, kirganda bir kun xalifa menga va'z qil deganda aytgan ekanki, ey xalifa bilginki, agar mulk davomiy bo'lganda edi senga yetib kelmagan bo'lardi mulk degan. Agar mulk bir kishiga davomiy bo'lganda edi senga bermas, sendan oldin kelar degan. Buni bilginki sengacha yetib keldimi, bilginki sendan ham ketadi degani bu. Chunki agar davomiy bo'lganda undan oldingi podshohlar bordi, mulk boshqani qo'lida edi. Bunaqangi ajoyib gaplari ham bo'lgan u odamda. Lekin shu bilan birga Allohning sifatlari borasida eng johil odam bo'lgan. Qaysi ma'noda desak, hozir masalan biz o'rganadigan malik sifati bo'yicha. U Mu'taziliylarda shunaqangi aqida borki, Alloh subhanahu va taolo yomonliklardan pok zot degan. Buni hammaning aqidasi bu. Lekin o'sha yomonlikni Alloh taolo yaratmaydi, yomonlikni xohlamaydi Alloh taolo. Alloh faqat yaxshilikni xohlaydi degan aqidasi bor ularda. Ya'ni ahli sunna val jamoatning aqidasi nima? Al-khayru kulluhu bi yadayka vash-sharru laysa ilayka. Yaxshilikni hammasi Allohning qo'lida, yomonlik Allohga nisbat berilmaydi, lekin yomonlikni kim yaratadi? Kim xohlaydi? Alloh taolo xohlaydimi? Kofirning kufrini Alloh taolo xohlamasa qanday kofir bo'ladi u? Ya'ni u odam o'zi iroda qiladi uni iroda qiladi kufrini. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'sha iroda qilgandan keyin unga o'sha iroda qilgan narsasini yaratib beradi. U inson savol javob bo'ladi, nima uchun iroda qilganligi uchun, shuni xohlaganligi uchun. Boshlab inson yomonlikni xohlaydi. Alloh taolo xohlasa shu yomonligini yaratib beradi. Xohlamasa yomonligini yaratmaydi. Masalan, bir odam o'g'irlik qilmoqchi bo'ldi. Alloh taolo xohlamadi o'g'irlik qilishligini. Qila oladimi o'g'irlik? O'g'irlik qilaman deb borsa, undan oldin boshqasi o'g'irlab ketgan ekan uni. Mumkinmi shunday bo'lishligi? O'g'irlik qilaman desa ham bir odam Alloh xohlamasa o'g'irlik qila olmasligi mumkinmi? Aroq ichaman dedi, aroq topolmayapti. U magazinga borsa ham tugagan, bunisiga borsa ham aroq tugagan, hech joyda aroq yo'q. O'sha odam aroq ichganda gunohini oladimi, yo'qmi? To'liq gunohini oladi. Qisqasi, u odamlarda o'sha Mu'taziliylarda mana shunaqangi aqida bo'lgan. Bir kuni masjidda o'tirgan paytlarida bir arobiy kirib kelgan ekanda, "Ey jamoa, menga bir duo qilinglar, tuyam o'g'irlanib ketdi" degan ekan. Alloh taolo qaytarib bersin tuyamni. Shunda Amr ibn Abid o'tirgan ekan masjidda, qo'lini ochib duo qildiki, "Ey Allohim, sen buni tuyasini o'g'irlanishligini xohlamovding, lekin o'g'irlanib ketdi. Tuyasini qaytarib bergin" deb duo qildi. Duoni qarang, tuyani o'g'irlanishligini sen xohlamovding, lekin o'g'irlanib ketdi. Alloh taolaga yomonlikni nisbat bermaslik uchun aytayapti-da buni. Tuyasini qaytarib bergin deganda haligi arobiy aytgan ekanki, "Kerak emas bu duoing, menga duo qilmam" degan ekan. "Nimaga unday deyapsan?" deganda, "Alloh taolo xohlamasa ham o'g'irlanib ketibdimi? Endi qaytarishligini xohlasa ham qaytmay qolishi mumkin ekan bo'lmasa" degan. Bu fitrat, bu insondagi fitrat. Ya'ni o'sha arobiy tushungan narsani shunday katta bo'lib turib, imomman degan odam, xalifaga va'z qilib yuradigan odam tushunmadi shu ma'noni. Ya'ni bu Allohumma la mani'a lima a'tayta va la mu'tiya lima mana'ta degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolarini bu ma'nosi shu. Ey Allohim, o'zing bergan narsani man qiluvchi yo'q. Alloh taolo o'zi bersa, masalan sizga Alloh taolo bir ne'matni berishligini taqdir qildi. Ne'matni bersa, odamlar shuni bermasin desa, kimda aytgani bo'ladi? Insonda aytgani bo'ladimi, Allohda aytgani bo'ladimi? Allohda aytgani bo'ladi. Alloh taolo bir narsani, ne'matni sizga bermoqchi emas, bermaydi, xohlamadi. Butun insoniyat xohlasa shu ne'matni sizga berishlikka olib kelaladimi shu ne'matni? Olib kela olmaydimi? Olib kela olmaydi. Mana bu narsa faqatgina tilimizdan chiqadigan gap emas, bu qalbimizga iymon bo'lib o'rnashishi kerak shu narsa. Mana shunda biz Alloh subhanahu va taoloni Malik ismi bilan Alloh taologa ibodat qilgan bo'lamiz. Allohga Malik ismi bilan ibodat qilishlik mana shu ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bu bir misollardan bir misol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana namozni boshlagan paytlaridagi duoul istiftah deb o'qigan duolari: Wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin
inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lah va bidhalika umirtu va ana avvalul muslimin Allohumma antal malik la ilaha illa ant. Hozir bu uzun duo. Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zikrlariga agar e'tibor beriladigan bo'lsa, hammasi mana shu ma'nodan chiqib ketmaydi. Yo Allohni ochiq malik ekanligini aytiladi, yoki bo'lmasa shu malikni sifatlaridan bir sifat aytiladi. Masalan, uni yolg'iz ekanligi. Masalan, ko'pincha milkni oldidan, Allohning podshohligini oldida vahdoniyatga dalolat qiladigan bir sifatlar o'tadi. Va hozirgi aytganimizda ham la ilaha illa ant. Sendan boshqa iloh yo'q, antal malik. Sen o'zing podshohsan deyapti. Sen o'zing podshohsan. Antal malik la ilaha illa ant. Anta robbi va ana abduk. Sen meni Robbimsan, men seni qulingman. Namoz boshlashdan oldinki bu narsa. Namoz boshlagan paytda kimning xayoliga keladi mana shu ma'no? Agar namoz boshlangan paytda men seni qulingman, sen meni Robbimsan, men seni qulingman degan ma'no agar qalbga mahkam o'rnashsa, namozimiz boshqacharoq o'qiladi. O'shanda bu tezroq bitsin namoz, nima bo'lsa ham tezroq bitsin yoki qorini ovozini chiroyliligi, bu narsaga odam e'tibor bermaydi o'shanda. Allohning oldida turganligini agar odam ihsos qilsa, shu narsani qalbidan sezsa. Zalamtu nafsi va i'taraftu bi zambi. Ey Allohim, men o'zimga o'zim zulm qildim. Ya'ni inson o'ziga o'zi zulm qilganligini e'tirof etishlik. Va i'taraftu bi zambi, men gunohimga tan oldim. Inson o'zimga o'zim zulm qildim deb turib namoz boshlagan paytda mana shu narsa Allohning Malik ismiga ibodat qilish degani. Chunki Allohning malikligi, Alloh taoloni sizga Robb ekanligi, hammamizga Robb, ya'ni bizni hamma ishimizni Alloh taolo qilib beryapti. Lekin banda tarafidan Allohga qaytadigan narsaga agar bir solishtirib qarasak, inson zolim ekanligi chiqadi. U shart emas, bitta bir odamni urib burnini qonatib kelib turib zolamtu nafsi degan deyishligi shart emas. Inson o'zini holatini agar yaxshi tushunsa, o'zini zolim ekanligini biladi. Turgan turishingizda hozir zolim bo'lib turgan bo'lasiz. Nima uchun? Chunki Allohning haqqini to'liq ado qilolmagansiz. Alloh taolo qancha ne'matlar berdi sizga. Lekin o'sha bergan ne'matlariga sizdan Alloh taologa nima qaytyapti? Shuning uchun ham ba'zi bir farishtalar borki, yaratilgandan beri sajdada boshini ko'tarmas ekan, Allohga tasbih aytar ekanda, "Ey Allohim, senga haqiqiy ibodat qila olmayapmiz" deydi. Yaratilgan ular hech narsaga muhtoj emas, ular boshqa. Ovqat yemaydi, ular suv ichmaydi yoki nikohga, kiyimga, boshqa narsaga inson lazzatlanadigan uxlashlik va boshqa rohat, uy, to'shak, bunaqa buyumlarga hech narsaga muhtoj emas ular. Ular yaratilgandan beri Alloh taologa tasbih aytadi. Lekin o'shanda ham ey Allohim, senga haqiqiy ibodat qila olmadik deydi. Mana eslaringizda bo'lsa, masalan, hojatxonadan chiqishlikdagi duo masalan g'ufronaka deb aytilganligini aytgandik. Nima uchun g'ufronaka deydi inson? Alloh taolodan mag'firat so'raydi. Hojatxonadan chiqib mag'firat so'raydi. Chunki bu ne'matni berganini shukrini men ado qila olmayman, o'zing kechir degani. Alloh taoloning bergan ne'matini agar o'ylab qaralinsa, shu holatdagi ne'matni kattaligi shuncha kattaki, hamma narsangizni berishga tayyorsiz kerak bo'lsa, agar sizda narsa bo'lsa. O'zi-ku insondagi narsalar hammasi Allohdan. Alloh taolo yediryapti, Alloh ichiryapti, Alloh taolo kiydiryapti. Xuddiki hadis qudusiyda aytgandek, Alloh taolo: "Ey bandalarim, sizlarning hammalaring adashgansizlar, illo men kimni hidoyatlasam, o'sha odam hidoyatlangan bo'ladi. Mendan hidoyat so'ranglar, men beraman sizlarga. Ey odam bolalari, sizlarning hammalaring ochsizlar, kimga men taom bersam, o'sha odam to'ygan bo'ladi. Taomni mendan so'ranglar, men sizlarga taom beray" degan. Mana bu Alloh taoloni Malik ismi bilan ibodat qilishlik degan. Fa'taraftu bi zambi faghfirli zunubi jami'a. Innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Ya'ni gunohlarimni hammasini kechirgin, gunohlarimni sendan boshqa kim kechiradi? Alloh taologa gunohni faqat Alloh kechiradi degan narsa odamning qalbidan o'tishligi. Masalan, siz bir gunoh ish qildingiz. Masalan, bir odam bir gunoh ish qildi. O'sha gunohini odamlar bilib qolsa, bir yomon ish qildi masalan, akramakumulloh, masalan bir ish qildi, o'sha odamlar bilib qolsa, u odamning g'ami nimada bo'ladi? Bitta odam bilib qoldi, siz bir ish qilyapsiz, bir odam ko'rib qoldi. Shu ishi dardingiz o'sha odamni og'zini yopish bo'ladi. Borib shunga aytay, nima bo'lsa ham men aybimni odamlarga aytmasin, boshqa qilmasin. Insonda mana shunaqangi mezon bor odamlarda hozir.
Ya'ni qilingan gunohdan boshqalarni rozi qilishlik bor. Alloh rozi bo'ladimi degan narsa yo'q. Hattoki masalan eng katta gunohlardan zino bo'layotgan bo'lsa, qonunlarga kirgizilinganki, agarda xotin eriga xiyonat qilsa, shu eri rozi bo'lsa bo'ldi deyiladi. Qonunda bu. Eri rozi bo'lsa bo'ldi, unga hech qanaqangi jazo yo'q. Lekin mo'min kishi bunaqangi mezon bilan qaramaydi. Mo'min kishining tarozisi gunohimni faqat kechiruvchi kim? Gunohlarni kechiruvchi faqatgina Alloh. Agar o'zing kechirmaydigan bo'lsang, men gunohimni men nima qilaman degan. Ana o'shanday bir tushuncha bilan ibodat qilinsa agar, gunoh ish qilinsa agar, o'sha gunohni Allohdan boshqa hech kim kechirmaydi. Allohdan boshqa sizni mag'firat ham qilmaydi hech kim. Odamlarga agar rozi qilaman deydigan bo'linsa, odamlar faqat sizni ustingizdan kulishdan boshqa narsaga bormaydi. Wahdini li ahsanil axlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Xulqlarning eng go'zaliga meni hidoyat qilgin. Go'zal xulqlarga sendan boshqa hech kim hidoyat qilmaydi. Bu ma'noni ham agar tushunib aytilinsa, xulqlarning go'zaliga meni hidoyat qilgin deyapti. Xulqni yaxshiligi insondagi qalbida bo'layotgan xulq bo'ladi. Odam o'zida masalan ehson bo'lmasdan turib ham birovni rozi qilishligi uchun o'zini yaxshi ko'rsatishligi mumkin, bu xulq emas bu. Lekin go'zal xulq degani inson o'zi qalbidan shu narsani insonga bir xulq bo'lib turib, sifat bo'lib turib insonda paydo bo'ladi bu. Buni Alloh paydo qiladi. Eng yaxshi xulqlarni menda paydo qilgin. Bunda sendan boshqa hech kim bu narsani qilmaydi. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa ant. Labbayka wa sa'dayka wal khayru kulluhu fi yadayka wash sharru laysa ilayk. Ya'ni yomon xulqlarni mendan chetlatgin. Yomon xulqlardan faqat o'zing qutqarmasang, men qutula olmayman. Demak, insondagi yaxshi xulq kimdan ekan? Allohdan. Yomon xulqchi Allohdan. Buni faqat biz Allohdan so'rashligimiz kerak. Hattoki bu xulqlar ham Allohdan. Biz hozirgacha mulkda ko'proq biz moddiy narsalar haqida gapirdik. Bizning qo'limizdagi narsalar hammasi Allohniki deb tushundik. Lekin ma'naviy narsalar ham, hattoki mana shu xulqlar ham, yaxshisi ham Allohdan, yomoni ham Allohdan. Labbayka va sa'dayk, ey Allohim, senga labbay, xizmatingga tayyorman. Nima buyruq bersang, men labbay, xizmatingga tayyorman. Yaxshilikni hammasi seni qo'lingda, yomonlik senga emas. Yaxshilikni hammasi Allohning qo'lida. Mana bu mo'min kishining aqidasi bu. Yaxshilik nimaki yaxshilik bo'lsa Allohdan, nimaki yomonlik bo'lsa Allohga nisbat berilmaydi. O'zi asli Alloh subhanahu va taolo sof yomonlikni yaratmaydi. Allohning yaratgan narsalari masalan shayton. Shayton yaxshilikmi yomonlikmi? Shayton yomonlikning uyasi, manbasi bu. Lekin Alloh taolo shuni yaratib qo'yibdi, shunga kuch-quvvat berib qo'yibdi, qiyomat kunigacha umr berib qo'ydi shaytonga. Nima uchun? Bu shaytonni yaratilishligidan, yomonligidan ko'ra ko'proq yaxshiligi ko'p. Chunki mo'minlar bu yerda sinalinadi. Imtihon bo'ladi qancha? Masalan, kofirlarni Alloh taolo yaratib qo'ydi, ularga kuch-quvvat berdi. Ularning borligi yaxshilikmi, yomonlikmi? Agar o'shalar bo'lmasa, shahidlar bo'lmaydi. O'shalar bo'lmasa, eng yaxshi amallar bo'lgan Alloh yo'lida yaxshi ko'rish, Alloh yo'lida yomon ko'rish degan narsa bo'lmaydi. Kimni yomon ko'rasiz agar ular bo'lmasa? Ya'ni eng iymonni cho'qqilaridan, amallaridan bu. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik va Alloh uchun g'azab qilishlik. Demak, Alloh taolo yomonlikni yaratmaydi. Har bir narsa yaxshilik bo'ladi. Va yana biz bir narsani bilishligimiz kerakki, bu Alloh taoloning Malik ismi bilan ibodat qilishlikning asarlaridan biri. Biz koinotda bo'layotgan har bir narsani, bo'layotgan ishlarni hammasini qiluvchisi Alloh deb ishondik. O'shanday bo'lgandan keyin kimda kim agar zamonni ayblasa, masalan kun isib ketdi yoki bu kunlar yomon bo'lib ketdi deb ayblaydigan bo'lsa, bu Alloh taoloni so'kkan bo'lib qoladi. Chunki Alloh taolo zamonni va Allohning qilayotgan ishlari bu vaqtlarda bo'ladi. Shu vaqtda bo'layotgan ishni kim qilyapti? Masalan, yomg'ir yog'ib qolsa kim yog'diryapti? Alloh yog'diryapti. Har bir narsani Alloh taolo qilayotgan bo'ladi. Mana shu narsalarni agar kim ayblasa, go'yoki bu narsalarni o'zini emas, uni qiluvchisini yomonlagan bo'lib qoladi. O'sha uchun mo'min kishi har qanday holatda hamd aytadi. Alloh taolo bizga bersa ham yaxshilik qilgan bo'ladi, bermasa ham yaxshilik qilgan bo'ladi. Buni qayerdan oldik buni?
chunki alloh taoloni mulki rahmat bilan birga degan tushunchadan oldik. alloh taoloni mulki rahmat bilan o'ralingan deymizmi, doim birga. Shuning uchun bir kishiga yaxshilik qilsa rahmati bilan bergan bo'ladi, agar bermasa rahmati bilan bermagan bo'ladi. Bizdan faqat talab qilinayotgan narsa Alloh subhanahu va taoloning hukmiga rozi bo'lishlik bo'ladi. Bilaylikki Robbimiz rahimlik zot. Bilaylikki Robbimiz hamma narsa Allohning qo'lida. Agar Alloh xohlasa bir lahzada hammani boyitib yuboradi. Alloh xohlasa hamma narsamizni olib qo'yadi. Alloh xohlasa butun insonlarni yo'qotib, o'rniga boshqalarni olib keladi. In yasha yuzhibukum ayyuhan nas va ya'ti bi akharin. Agar Alloh xohlasa hammani ketkizib, o'rniga boshqalarni olib keladi. Inshaalloh bu suhbatimiz hali davomi bor. Alloh taolo bizni hammamizni mana shu foydali ilmlarni o'rgatsin. Alloh taolo o'rgangan ilmlarimizga Alloh taolo amal qilishlikka tavfiq bersin. Darslarimizga Alloh taolo baraka bersin. Inshaalloh davomiy qilsin Alloh taolo. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.